3 sotu yer maydonimizga mana shu qurilgan orqamdagi 2 etajli uchastkamizda yangi proyekt, yangi stil, yangi dizaynda. 6 ta xonadan 4 ta sanuzeldan iborat kattagina yashil hudud oldi tarafida ham bor, orqa tarafimizda ham mavjud. Bu tarafimizdan bemalol asosiy darvoza, elektron darvozamiz bor. 2 ta mashinani bemalol sig'dirsangiz bo'ladi. To'g'riga esa tapchami yoki yozgi oshxonaga mo'ljallab qo'ysangiz bo'ladi. Hamma kommunikatsiyalarimiz mavjud. Manzilga keladigan bo'lsa, Toshkent shahar Yunusobod Hasanboyda shu uchastkamizda joylashgan. Uy egalari bor yo'g'i 258 ming yaxshi dollarda so'rashyapti. Sunnatli kelishiladigan joylari bor. Har doimli telefon raqamlari bisanada aloqaga chiqamiz. Birgalikda shu qasrimizni ko'ramiz. Asosiy eshigimizdan kirishimiz bilan bizda prixoshkamizni kutib oladi. Oyoq kiyim-kechaklarni ilsak bo'ladi. Chap tarafimizda esa bizda sanuzelimiz ham birinchi. Chiroyli qimmat kafelar taqilgan. Shu bilan biz kirursu 10 tarafga kiramiz. Bizda oshxonamiz mavjud. Stroyni kuxona garnituri bu yog'imizga ham mягкий mebel, stol-stollarni joylashtirib, как столовый qilib foydalansangiz bo'ladi. Keling, davom ettiradigan bo'lsa 10 tarafimizda bizda holimiz bo'ladi, lekin biz to'g'riga birinchi spalniyaga kiramiz. Bu spalniyaning o'zini sanuzellari ham mavjud. Orqa hovliga ham chiqadigan eshigimiz bor. Mana bizda dushovoy kabina, sanuzelimizda совмещенный. Chiroyli rangda kafellari taqib qo'yishgan. Davom ettiradigan bo'lsa aytganimdek holimizdan biz zalga kiramiz, mehmon kutadigan xonamiz. Ranglar yangi, neobычный, juda ham chiroyli. Endi kamera, videoda qanaqa ko'rinadi bilmayman. Живой kelib, живой ko'zingiz bilan haqiqatda qarasangiz, juda ham chiroyli. Shu bilan biz Mamutdan podvorga tushamiz. Keling, ikkinchi etajga chiqib, ikkinchi etajimizdan ham ko'ramiz. Zinalarimizni keng chiroyli perilada yog'ochdan qilib qo'yishibdi. Mana lustra ham, interyer, dekoratsiya fonga juda ham chiroyli tushgan. Xo'p, ikkinchi etajimiz. Bizda holimiz, keling 10 tarafdan boshlaydigan bo'lsa, biz birinchi xonaga kiramiz. Bu xonamiz anchagina kattaroq, bu tarafimizda ham ploshitimiz bor. Ham garderobniy, ham sanuzelga mo'ljallab qo'yilgan. Bu yog'imiz esa garderobniy, bu yog'imiz esa bizda sanuzelimiz. Marhamat. Dushovoy kabina, chiroyli kafellar taqilgan. Bu yog'imizda terrasaga balkonchamiz ham bor. Chiqib toza havoda nafas olishingizga, o'tirishingizga juda ham yaxshi. Holimizga qaytadigan bo'lsa, bu tarafimizda bizda yana bitta spalniyamiz mavjud. Teplый pollarimiz bor, radiatorlarimiz bor, kommunikatsiya bor, shaharni ichi. Hasanboy bilasiz-ku, elitniy mahalla. Bu yog'imizda yana bitta spalniyamiz mavjud. Ranglari chiroyli. Va oxirgisi общий sanuzelimiz. Xullas, qasrimizni birgalikda ko'rdik. 258 ming boshlang'ich narx. 3 sotuli mashina ko'chasiga qidirayotgan tanishimizlarimizga videoni jo'natib qo'yamiz. Videomizni yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'yishingiz sizdan chiqib qolmasin. Rahmat.